Bugun G'iyosxo'ja akadan zo'r chinnilarni ko'rsatib o'taman. G'iyosxo'ja aka, charchamayapsizmi o'zi? Qani aka, udar chinnlarni xalq uchun zo'r narxda ko'rsatasizmi? Mana bizda xudo xolisa yangi tavallud kelgan. Yangiliklarimiz juda ko'p. Biz hech qachon charchamaymiz. Xalqimiz uchun ishlab kelganmiz. Undan keyin ham ishlaymiz. Barakasini xush kelibsizlar. Do'konlarimizni kutib qolamiz mana. Bizning do'konimizni bilasizlar. Abu Sahiy Chinni bozori, 4-qator 190-do'kon. Tepasiga Bekajon. Qani, do'stlar? Voy, ehtiyot bo'lamiz. To'xtab. Ita. Oppa. Mana do'stlar. Mana bu arkadan shunday o'ng qo'lda burilganda shunday ko'rsalar tepada. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli moshin bozori bilan Abu Sahiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xonaning narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshi dam olaverasizlar. Charchamanglar. Reklamasi bor. Bu yoqdan qarasalar mana. Bu orqa tomondan. Bekajon. Ha, bu yoqda ekan mana. Bekajon. Bu yoqda. Mana. 4-qator 190-do'kon. Chinnilar olami G'iyosxo'ja akada. Ancha tajribaga ega. Qani G'iyosxo'ja aka, nima yangiliklar bor ekan? Xudo xolasa yangiliklarimiz ko'p. Eshikni yopib qo'ysak hozir. Yangiliklarimiz ko'p. Kam xudo xolasa mana kiraverishda ko'rgan bo'lsang, skidkani zo'r deb yozib qo'yganmiz. Endi bunaqasi kamdan kam bo'ladi deb o'ylayman. Hozirgi kunda bizda hozirgi paytda mana eng minimalniy ko'pchilik o'ylashi mumkin, nimaga ko'chada 50%, 100% skidga yozib tashashadi-ku, yozgan 10% yozib qo'yibdilar deb o'ylashligi mumkin mana. Barchasi 10% skidga. Bu 10% skidga deganim realniy fakt-ku bu. Bizada narx-navo bilasan, optiviy narxlar, realniy narxlar. U ko'chali narxlar emas. Ko'chada birga ikki ham qo'yib tashishadi-ku. Bizda optim bozorda, optim narxda yana 10% skidga e'lon qildim. Chinnalarimizda $1 boshlanadi, $1000gacha. Hop, chinnalarimizni talablariga binoan hamma xilidan olib kelib qo'yishga harakat qildik. Lekin men u rangi o'chadiganlari bilan ishlamayman. Yo'q, men qaranglar. Bundan keyin ham gapiraman. Bundan oldin ham gapirganman. Men rangi o'chadigan sifatsiz mollar bilan ishlamayman. Bir O'zbekiston bo'yicha chinni olib kiradiganlar bilan bir ko'rishib qoldim. Oldinga o'sha chinnilar tashladi. Xurshid Abzor ko'rgin dedi. Mana bu chinni 1 millionga sotilgan chinnilarning ahvolini ko'rgin dedi. Aka, men ishonmadim. Ataylar marketing qilib turibdim desam, qo'l bilan yaxshi ish qilsangiz rangi o'chib ketdi. O'chyapti-da. Bunga qanday tushunish mumkin? 1 millionga sotilgan chinni rangi o'chishi. Endi men hozir aytdim-ku senga, mana hozirgi paytda hop oldin chinnilarimizning eng arzon variantlari $150-200 bo'lardi. Eng arzonlari. O'sha eng arzonlarini ham kamida 10 yil, 15 yil ishlatiladi. Hozir 1 yilga ham bormay rangi o'chib ketyapti. Hozirgi o'sha chiqayotgan chinnilar bor-ku, mana 500-600 minglik chinni, 700 minglik chinnilar bor-ku. Ana o'sha chinnilar ular 1 yil, umri 1 yil. U 1 yilga ham bormayapti, to'g'risini aytib qo'ya qoling. Mana men hozir eng arzoni 750 ming so'mdan boshlanyapti. Mana chinnilarimni nabori 750 minglik chinnilarimga 3 yil garantiyasi bilan qilyapman. 3 yil rangi o'chmasligiga. Rangi o'chmasligiga. Qani? Hozirgi kunda arzoni bormi deb keladigan insonlar uchun mana ko'rsating. 750 mingdan 1 milliongacha bo'lganlari bor. Mana. Ma'mula 750, 850 mana. Bular ham zo'r. Yaxshi. Yomon emas. Knetlar. Kiravering. Savdoni qiling kinoyi. Biz videoni olaveraylik. Onajonimiz duosini olib. Ha, onajon necha yildan beri kelasiz? Necha yildan beri kelasiz? Voy, men 5 yil bo'lib qoldi. 5 yildan beri kelasiz. Ancha yildan beri taniylar. Siz yoshingizga kirib ketish barchamizga nasib etsin. Bilaman, ishonaman deb ularga shuning uchun ham bilaman. Keyin videoning oxirida bitta duo olamiz. Xudo xolis duo qilaylik. Qani? Mana chinnilarimiz 750 ming so'mdan. Buni har xil turlari bor. Bir 10 xilga yaqin turi bor. 750 ming
750 ming. Mana men chindim 950 ming, men chindilarimiz 850 ming. Buni har birini 10 xil, 15 xil bor ranglari. Ranglari. Ha. Endi hammasini ko'rsatish hozir imkoniyati yo'q. Mana mana shu tovarlar ham hozirgi kunda yaxshi tarafi mana 950 mingligimi yaxshi tarafi. Buni ertaga masalan ko'paytirib olsa bo'ladi birinchidan. Xohlagancha yig'sa bo'ladi. Alohida ham bor. Sindirib qo'ysa, ushtirib qo'ysa, masalan yo'qotib qo'ysa, chinnisini, pelasini, kosasini kelsa biz qilib bera olamiz. Ana shu tomonlari ham bor ekan. Shu taraflari yaxshi. O'shaning uchun ozgina bu shtuchniy variantlar ozgina qimmatroq yuradi. Shtuchniy variant. Chem anu коробочный tez ketadigan narsalar bor. Gatoviylarga nisbatan bu ozgina qimmatroq chiqadi. Gatoviy mana servislarimizda bularda alohida yo'q-da. Shuni hisobiga 750 ming. Gap yo'q, aka. Mana 850 mingligimizda ham bor shtuchniy varianti. Kerak bo'lsa mana $1 mana pela, kosa, taninkalar qilib qo'yganman. Bu chindalarimizni mana $1 mana pelalar $1. 12 ming so'mdan donasi. Juda chiroyli shirin mana. Hammasi oppoq, chinnalari oppoq, mana taninkalar $1. Qayerda mahsuloti bular? Xitoy fabrika. Bular to'g'risini aytaman, bular ikkinchi sort hisoblanadi. Ha, sorti ham bor-a bular. Sort, mana mashinalar bular ikkinchi sort. Endi birinchi sortlarga o'tamiz. Birinchi sort tovarlarimiz mana bu yoqda. Hozirgi mana mina ko'rsatdim-ku, birinchi sortga kiradi bu mana mina. Mana mina. Qarang, bular bu mana shu tillasi bilan, buni tillasi bilan, buni tillasini farqi bor-da. Qarang. Mana bularda tilla kamroq beriladi-da, o'shaning hisobiga narxi arzon chiqadi. Chiroyli. Mana bular tillasi ko'p bo'lgani hisobiga прочность ko'proqqa yetishi. Keyin mana ustiga berilayotgan kolbasi bo'ladi-ku. Mana bu kolba bilan bu kolbani farqi bor. Mana g'adir-budirroq bo'ladi. Mana anaqa silduv bo'ladi. Zich bo'ladi-da. Bu kirni o'ziga yuqtirmaydi, kam oladi. Mana kirni o'ziga yuqtirib olishi ko'proq. Shu mana farq qilar ekan. Mana Sorti ham ikki xil. Mana gladkiligi. Mana yuganda ham bor-ku, mana dog' bo'lgandan keyin bundoq parashyut shundoq sepasan, narsa oppoq bo'lib qoladi-da. Bu oppoq bo'lib qoladi. Ammo buni 2-3 marta ishqalashga to'g'ri keladi. Qolib ketadi. Bu arzonroq taraflari ham rol o'ynaydi mana chinnida. Pelalarda ba'zi bir pelalarda dog' qolib ketyapti deyishyapti. O'sha sort pastligini hisobiga-da, qimmat mollarda unaqa bo'lmaydi, dog' qolib ketmaydi. Ular shunday yuganingni o'zidek shittet ketib qoladi. U o'ziga qabul qilmaydi. Mana ustiga beriladigan mana oq narsa bor-ku, kolba deyiladi. Bu qimmat arzoni ham bor, buni qimmat variantlari ham bor-ku. Qimmat variantlari qimmat molda bo'ladi. Bekorga qimmat molda bekorga qimmat bo'lmaydi. Arzon mol bekorga arzon bo'lmaydi. Shu 1 milliongacha bo'lganlar ham rangi o'chib ketadi. Endi mana bizda kelishyapti. Qizlarimizga sarfa suruvga eng ko'proq kelishadi-ku. Qizlarga sarfa suruvga arzonroq variantlar bormi deb kelishadi. Bor deymiz shularga. Mana men kelayotgan tovarlarimizda hozir men senga oddiy hisoblab aytib beraman. Yig'ib men stol bekorga olib kelganim yo'q-da. Nechpilga aylanishligini hisoblab beraman. Keyin bu misol uchun pulim ham to'yga yetmaydigan bo'lsa shunday hisoblab berasiz. Keyin bizda oyma-oy to'lov qilib. Bizani bilasizlar, mana ko'p ta'mir ishlab kelyapmiz, bizda Optimga ham bor. Biza dona savdo bilan ham shug'ullanamiz, Optim savdo bilan ham shug'ullanamiz, Presliniga ham shug'ullanamiz. Keyin muddatli nasiya savdosi ham bor bizda. Kelsanglar, dokumentani qilib beramiz. Muddatli hisoblab beramiz. Muddatligi ham bor bizda. Muddatligi ham bo'lganda qanaqa? Nasiyaga naqdga nisbatan ozgina qimmatroq bo'ladi, nasiya bo'lgani uchun. Shunda ham ko'chaga nisbatan ancha arzon yutishadi. Ko'pchiligiga qilib berdi, ko'pchiligiga ma'qul bo'lyapti. Kimgadir shu qulaydi. Qani misol uchun deylik. Xo'p, mana masalan, ukam arzon moldan boshlaymiz. Boshlang. 12 kishilik chindan naboy olamiz. 750 ming so'm. 750 ming so'm, ha? Naborda buni ichiga 12 ta piyola, 12 ta kosa, 2 ta choynak, 2 xil tarelka, 12 tadan avvalgisi 4 dona, salatnicasi 6 dona bo'ladi. 12 kishilik nabor. Endi buni yoniga mana men bagimani qo'yamiz. Podarka qilasizmi? Oddiy qil. Misolda endi hozir 12 kishilik nabor nechpilga aylanishligini. Bu $65. $65 hozirgi kunda 780 ming. 780 mingga qo'shamiz 750 ming.
1.530.000 so'mga chinnisi bilan bagemasi bor-da. To'yga, bitta to'yga, sarpaga. Sarpiga hisoblab beryapman hozir. Mana nechi puldan boshlanishligi. Endi mana oddiy misol qoshig'imizni olamiz. Qoshiq qo'shdingiz. Buni ichida 12 ta qoshiq, 12 ta vilka, 12 ta chaynak loshka. Bir pochkasi 25 mingdan hisoblaganimizda 150 ming so'm bo'ladi. Qo'shdik 150 ming so'm. 1.680.000 ga bagema, chinni idishi, qoshig'i bor. Ana. Buni oldiga endi fujir 12 ta. 12 ta fujir. 12 ta fujir. Fujirimiz 100 ming so'mdan 200 ming so'm. Bir pochkagina martinkasi, chaqchuqlarga. Ha. Anu ananas, bananas, bunaqalarga qo'yishga, chaqchuqlar qo'ysa bo'ladi. Bir pochka yetadi 6 dona. Bu ham 100 ming so'm. 1.980.000 so'mga mana polniy nabor chinni. Bitta to'yga. Bitta qizni mana mana shu sarpasi. Ha. Bashi 2 million deng aka. Ha, 2 millionga bo'lyapti mana. 2 millionga sarpa. Bundan ham arzonroq chiqadigan varianti ham bor. Yog'i endi sifatiga qarab ko'tarilib ketaveradi. Mana olsa bo'ladi demoqchiman-da. Ko'pchilik o'ylaydi, ani erkak kishilarimizni tushunmaydi-da erkaklar ko'pi. Voy 5-6 million $1000 ketib qolar ekan, sarpasi yo'q, unaqa emas. Mana olishga bog'liq-da. Ha, ko'pchilik vahma qilaradi-da, unaqa emas. Mana kelsin, xaridorlarimizga to'g'ri tushuntirishsin. Erkaklarimizga ham to'g'ri tushunishga harakat qilishligini so'rab qolardim. Nimagaki bu narsalar bir xil ayollarimiz kelishadi, uyga olishyapti-da. Idish tovonni uyga olishyapti. Masalan, ko'chaga emas, birovga olayotgan joyi yo'q. Erkaklarimiz bir xil tushunmagan erkaklar ko'p-da. Unaqa bamta janjallar bo'lib ketadi bir xil payt. O baraka topgur. Shu ayol kishi sani uying, dasturxoning, sani obro'yingni ko'tarib beryapti-ku. Dasturxon ertaga kelsa sani obro'ying-ku shu. Oldin kelayotgan suvchilar ham dasturxonga qarardi-da. Shunday. Bizda kamayib ketyapti. Mana did degan narsa, madaniyat degan narsalar kamayib ketyapti. Oldin mana shu idish tovoqlar orqali haligi insonni kimligini bilib olishardi-da. Tushunsan? Ayollarimiz juda didli, anaqali, farosatli ayollar ko'p bo'lganda, oldin onalarimiz suvchilikka borganda bekorga ayollarni yuborishmaganda. Borib shundoq qaraganlar o'zi bilib kelishgandek, qanaqa oila, kim. Shuni dasturxoniga qarab bilib olishadi. Kiyinishiga qarab, dasturxoniga qarab, yurish-turishiga, har bir narsaga qarash islomda bor narsa-da bu. Hamma narsani bizga Alloh o'rgatib qo'ygan. Lekin zo'r tema olib chiqdik mana shu narsani. Bu narsani ko'pchilik esdan chiqarib qo'yapti. Iltimos qilaman, erkaklarimizni ozgina qo'li ochiq bo'lsin. Qo'li ochiq bo'lsin deyman. Uri janjallar ham ko'p shundan kelib chiqyapti-da. Himmatli bo'lsin erkaklarimiz, ayollarimiz ham himmatli bo'lsin. Qo'linglar qancha ochiq bo'lsa Alloh beradi. Keyin boyaga aytayotgan ukalarimizga yana maslahatimiz borki, hozirgi yangi chiqayotgan ukalarimizga iltimos. Gapirayotgan gapinglarga o'ylab, gapirayotgan narsalarni o'ylab, maqtanglar, gapirayotgan gapinglarga javob beringlar har doim. Borishyapti 200 ming, 300 mingga chinni qo'yib qo'yishibdi-da. 200 borishsa 1 millionlik tabarrosiz qilib beramiz deyishyapti ekan. Bu qanaqasiga u bor nagli aldab tashlashyapti-da. Bu unaqa to'g'ri kelmaydi. U islomga ham bu xiyonat bo'ladi. To'g'ri gapirasiz. Kibrlanib ketishlikdan Alloh o'zi asrasin. Kibrlanib ketmanglar. Hech kimda yo'q, bitta menda bor demanglar. Iltimos, pul kerak emas bo'lsa yig'ishtirib qo'yinglar deyadi. Pulinglar ko'p bo'lsa tarqatib o'tiringlar. Mamtil insonlarni qiynamasdan. Sizlarning hisobingizga, sizlardagi insonlar ko'payib ketayotgan hisobiga qahatchilik ham kelar ekanda, xola. Allohning la'nati kelar ekanda. Balolar bekorga kelmas ekanda. Mana shu yolg'onning orqasidan, yolg'on savdolarning orqasidan qahatchilik, Allohning balolari har xil fayz baraka qo'shadi. Fayz baraka, to'ppa-to'g'ri baraka qochadi. Baraka yo'q hozir. Qanaqadir odamlarda baraka kamayib ketyapti. Yo'q, mayli, 1 yil 2 yil ishlaydi. Keyin uni javobgar 3-4 yildan keyin qaytadi. Odamlar mana kelyapti-da, tavba qilib iltimos olayotgan oluvchilarimizga ham, ya'ni bitta savdogarlarga emas, oluvchilarga ham iltimos qilib aytamanki, savdo qilishda ham savdo bor-da. Mana shu keldingizmi, ertalab uydan chiqib ketayotganda Alloh
o'zi belgilab qo'yadi, kimga borib, kimdan uchrashib, kimdan narsa tovar olish, hammani o'zining rizq nasibasi bor-da. Alloh yozib qo'yadi rizq nasibani. Bugun nech pul topasan, bugun nechta hammamiz ikkita non deb yuribmiz. To'g'risi. Bozor bu. Bozorda kimdir bir so'm sotadi, kimdir 2 so'm sotadi. Hammani o'zining xaridori bor, noni bor-da. Kelishadi xaridorlar, masalan, 1 millionga baraka 1 millionga rozi bo'ladi-da. Baraka qiladi. 1 millionga olib chiqib ketdi haligi tovarni-da. Yo sal turib, yo ertasi kuni kelyapti-da. Siz menga qimmat beribsiz, anta 950 ming so'm sotayotgan ekan. 50 ming so'mga aniq qilyapti-da. Tushunasam, Alloh barakani berdi o'sha. Mana mashta o'sha Alloh haligi tovarga, haligi insonga Alloh baraka berdi. Haligi sotuvchiga ham baraka berdi, unga ham baraka bo'lgandan keyin barakani qaytarish kerak emas. 50 ming so'm uchun 50 ming so'm, masalan, borani 100 ming bo'lsa, baraka bor-ku, baraka. Baraka mana shu savdo bayt bo'lgandan keyin baraka tushadi. Alloh ilohiy kuch tushadi bu narsa, ilohdan, ilohiy osmondan tushadigan narsa bu. Mana shu narsaga Alloh haligi insonlar rozi bo'lmayapti-da, haligi narsani uzyapti-da, haligi narsasini keyin yo qaytarib beramiz, yo pulini berib yuboramiz, yoki pul anaqa ransasini berib yuboramiz. Haligi mol keyin nima bo'ladi? Barakali mol bo'ladimi? Yo'q, barakasi bo'ladi. Alloh o'sha barakani olib qo'yadi-da. Haligi mol barakasiz mol bo'lib qoladi. Bir-birini dilini og'ritib. Yo'q, baraka. Allohning ilohiy kuchi bor, baraka degan narsa bor. insonlar bilan o'rtada bo'layotgan barakachi mana shu narsa bo'ladi. Mana masalan bitta narsa tovar oldinglar, mana shu xolam olgan bo'lsalar, mana 4-5 yil oldin olgan bo'lsalar, hali ham mazza qilib ishlatyaptilar. Haligi insonlarcha haligi narsani 3-yil ishlatadimi yo'qmi? Barakasi bo'ladimi yo'qmi? Tushunsan? Biron himmatli bo'lish kerak inson, ozgina qo'li ochiq bo'lsin. Shunday ekan. Shunaqa gaplar ekan. Mana oddiy mana misol 2 million 2 million bo'ldi. 12 kishilik qizimiz ham sarpasi 2 millionga qilsa bo'lar ekan. Endi 2 millionlik agar shu 2 million pulimiz ham yo'q bo'lsa-chi. O'shan bo'lib berasiz. Nasiyaga agar so'rab kelishsa, men hisoblab beraman. 1 yilga. 1 yilga 12 oy bo'ladimi? 240 ming so'mdan oyiga to'lovga qilib beraman. Ana bo'lmasa. 240 ming bo'yicha o'ynab kulib qurib yetadi bu narsaga. Hozir topish osonda 240 ming. Masalan 240 mingdan to'lab uzilib ketishi mumkin. Faqat bunga bizga kerak bo'ladi pasport va plastik kartochka bo'ldi. 20 yoshdan 55 yoshgacha qabul qilamiz. Bemalol xizmatli bo'lsa kelaverasizlar. Do'konimiz har doim sizlar uchun ochiq. Tovarlarimiz juda ko'p. Mana bizda yangiliklar ko'p. Mana shu yengilliklarning bitta sababi mana shu hozirgi paytda alohida chinni bormi deb so'rab kelishadi. Bor mana. Kelinglar mana piyolalar 12 ming so'm. Donalar ham beramiz. Dalinkalar 12 ming so'm. Mana choynaklarimiz 3,5 ming, 3,5 dollar, 40 ming, 45 mingga mana. Hop. Mana chinnilar. Mana kelinglar mana. Xullas donaga o'ziga donaga ham beryapmiz. Donaga ham, komplektga ham bor mana xohlagancha. Chinnilarimiz mana birinchi sort Dubai firmalari. Hozirgi kunda mana trendga chiqqan Dubai firmalari. Mana hozirgi paytda 5088 modelimiz Atlas. Bu ham rosa trendga chiqdi, zo'r sotilyapti. Chinnilariga javob beramiz. Bu chinnilarimizga 10 yil garantiya. 10 yil garantiya. Mana sifati yaxshi bo'lgani uchun men javob beraman. Gapimga javob beramiz. Xudo xolisa agar yoqmagan joylar bo'lsa almashtirib beramiz. Yo zo'r chinnilar bor, qarang ko'zlar, tillarga o'xshaydi qarang. Mana bular prosenti yaxshi ekan. Prosenti yaxshi chinnilar o'zi ajralib turadi. Chinni hozir 2 xil chinni chiqqan. Titan zarli, tilla zarli. Mana Mahmud titan zarli deyiladi. Mana titan zarimiz mana qizg'ish bo'ladi-da, mana. Bu qizg'ish bo'ladi. Titan bu tilla, bu 24%lik, bu 6% tilla. Shuni hisobiga bu 100 dollar, 12 kishiga 1 million 200 ming. Mana chinnimiz 442 dollar. Ya'ni 5 million atrofida chiqadi. Yana bitta narsa esimdan chiqdi-ku, qara hozirgi 2 million hisoblagan chinnimiz bor-ku. 2 million bo'ldi. Mana bu narsani yozib qo'yganman-ku. Ana, skidkasi ham bor. -10%. 1 million 800 ming ana.
Skitkasi bilan. Skitkasi bilan 1.800.000 ga qilib beraman. Gap yo'q. Gap yo'q. Yaxshi insonsiz. Yana 200.000 agar 5 millionlik narsa olsa, -10%. 4,5 million qilyapti. 4,5 500.000 skitka. Mana. Yana Barakasini bersin. Faqat like bosish kerak, chiroyli izohlar yozish kerak Reso'jak aka. Biza masalan mana shu yurtda yashayapmiz, mana shu shaharimizni yaxshi ko'raman. O'zbekistonning mana shu shaharda katta bo'lib yashab yurganimga shukr qilaman. Avvalambor yurtimiz tinch. Qarang, hamma davlatda hozir nima deb yotibdi. Bechoralarga yig'layman deb bir payt o'tirib olib borib, haligilarni ko'rib bechoralar Reso'jak aka ko'chada yotibdi. Ko'chada uy-joyi yo'q. savdo qilamiz. Uy-joyi bombalangan. Ukam, ko'rdingmi? Bomba tegib qolib ketgan. Uy-joyi yo'q, bechoralar bolalari bilan ko'chada palatkada deb yotishibdi. Alloh shularga yordam qilsin deyman. Men shu narsalar yig'lashimni bilib turib ko'rmayman. O'sha shaharlarda Alloh tinchlikni bersin. Yomon narsa-da, urush yomon narsa ukam. Bu narsani Alloh nusratini bersin. O'sha dushmanlarning ustidan Alloh o'zi g'olib qilsin. Qolajon siz qo'yib yubormaymiz? Nimaga? Bitta duo bering. Keyin shu bilan tugatamiz. Ishingizni rivojini bersin iloyim. Sizga ming marta rahmat. Shunchalik bizani nima qilib chiroyli idishlarni berib, biz to'ylarni o'tkazdik. Endi bu yoqda hali Hasan-Husanlarim to'yida. Xudo xohlasa xizmatli bo'lsa xolajon bermayman. Sizdan hech nima qilmayman. Hadda kelib olib ketaveraman, Xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling. Baxtli bo'linglar. Yoshingizga yetib yuringlar bizga ham. Ishingiz yaxshi yurishsin iloyim. Sizga baraka bersin iloyim. Ilohim amin. Sog' salomatlik. Charchamang, siz yoshingizga yetib yurishni barchaga nasib etsin. Xolajon, charchamang. Rahmat. Qani? Sog' bo'ling. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Reso'jak aka qani? Nima deymiz endi? Shumi aka yangiliklar? Hozircha shu edi, yana mana yangi chinnilar bor edi, yangi mana pechonsalar kelgan edi. Mayli Alloh mana shu anaqani ichida tiqib qo'yasan endi. Rolik ichida. Bo'lmasa ham javob 1 soatga qarab ketib qoladi. Xullas asosiy mavzuni ko'rsatdik do'stlar. O'sha 2 millionga qilsa bo'ladi, sarpalik. Chinnilarimizni mana kevaringlar, qo'rqmasdan mana men shu o'tamiz. Meni bu yerda bilasan, keyin ham ayolim bor, Umida. Birgalikda ishlaymiz biz, oilaviy. Ancha hozir shogirdlarimiz ham ko'p. Bozorda ko'pi ustoz deb yuradi. Katta o'qiymiz-da, qara. Keyin ham ancha shogirdlar chiqarib qo'ygan. Gap yo'q. O'zim bolalar mana o'zini yo'lini topib ketishdi ko'pchilik. Xudoga shukr mana. Biz endi qo'ldan kelgancha yaxshi narsa qilib berish yaxshi ko'ramiz. Kelgan odamlarga aldamasdan, chiroyli qilib tushuntirib, Allohning barakasini bersin. Hammamizga Alloh topganlarimizga baraka bersin. Hammamiz tirikchilikning orqasida yurgan insonlarmiz. Xo'p, bu dunyoda yashayotgan ekanmiz, to'g'ri yashab chiroyli, oxirini chiroyli yakun qilishni Alloh o'zi nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Nima deymiz yana? Shu, Reso'jak aka. Yurtimiz tinch bo'lsin. Avvalambor. Charchabsiz ancha? Charchadi. Sal mana bahor havosichi, men nimagadir boshim aylantiryapti. Sizlar qanaqa bo'lyapti bilmayman, lekin Xudo xolasa, Reso'jak hammasi nima deydi? Allohning izni bilan Xudo xolasa hammasini ishiga kasblarga baraka bersin deb qolamiz. To'g'ri. Ilohim aldashmasin. Ilohim oxiri Bismillahirrohmanirrohim. Boshlagan har bir ishlarimizni Alloh rivojini bersin. Yurtimizni tinch qilsin, osmonimizni musaffo qilsin, tinchlik, xotirjamligimizga Alloh ko'z tegmasin. Bizning tinchligimizni yo'lida harakat qilib yurgan barcha insonlarni mana shu tinchligimizni saqlab qolish uchun harakat qilib yurgan barcha insonlarga Alloh o'zi yordam ko'mak qilsin, ko'mak bo'lsin, quvvat bersin. Mana shu yurtimizda yashayotgan barcha mo'min musulmonlarni Alloh hifz himoyasidan asrasin. Aytganingiz. Alloh hammani topganlariga baraka bersin, xonadonlariga tinchlik, xotirjamlikni bersin. To'y, hasham, xursandchilik bo'lsin, g'am bo'lmasin, o'lim bo'lmasin, urush bo'lmasin. Har bir boshlagan ishlarimizdan Alloh rivojini bersin, topganlarimizga baraka bersin. Yolg'onchilardan o'zi asrasin,
kufrga ketib qolishlikdan, kibrga ketib qolishlikdan, munofiq insonlar qatorida bo'lib qolishlikdan Allohning o'zi asrasin. Hozir juda ko'p kibrga ketib qolyapti bolalar. 2-3 so'm pul topib, men bo'lib qo'ygan hozir ko'pchilik. Alloh bularni ko'zini ochsin. Bularni ko'zini ochsin. Bolalar yaxshi tushunmayapti. Unaqa hammani birdek ko'rish kerak. Biz mana masalan ertalab kelardik, mana shu do'konlarga kelardik, bozorni boshlashdan oldin avvalambor 4-5 ta qo'shnilarimiz bilan ko'rishmasdan turib, bitta duo qilmasdan turib, do'konlarimizni ochmasdik. Hammamiz bir-birimizdan hurmat qilardik, bir-birimizga yordamlashardik. Molimiz ketmasa bir-birimizdan tovarlarimizni sotishib yuborardik-da. Rasa sog'indim-da, mana shu oldingi savdolarni, mana shu 10 yil, 15 yil oldingi savdolarni sog'indim. Qancha akalarim o'tib ketishdi, Alloh rahmat qilsin hammaligini. Zo'r insonlar bor edi. Zo'r bolalar bor edi. Ko'pi o'tib ketib qoldi akalarimiz. Mana joylari jannatda bo'lsin. Onaxonlar bor edi opalarimiz. Hozirgi savdogar ukalarimga men qoyil qolmayapman. Alloh shularga ham Alloh o'zi sabr, insof bersin hammasiga. Ofiyat bersin, ilm bersin hammasiga. Hammasi tirishib o'tiradi-da. Xuddi men ularning rizqini topib qo'yadigandek. Tavba qildim, hammani rizq nasibasi o'zi yozib qo'ygan. Bugun necha pul topishimizni yer yuzi yaralmasdan 50 ming yil oldin yaratib qo'yilgan, belgilab qo'yilgan. Hamma rizq nasibasi. Shu narsalarni unutib qo'yadi inson borku, unaqa bo'lmaydi. Hammani o'zining rizq nasibasi bor. Qo'rqmaydi. Och qolmaymiz. Oddiy qushlar ham och qolmaydi. Shunday ertalab chiqadi, kechqurun to'q bo'lib qaytib keladi. Biz insonmiz-ku, shuni esdan chiqarmaydi. Shu bolalarimiz, shu yangi chiqqan ukalarimizga Alloh sabr bersin. Mana shu bozorlarimizga Alloh baraka bersin, savdolarimizga baraka bersin, hammani ishini rivojini bersin. Boshqa yurtlarda yurgan birodar do'stlarimizga Allohim o'zi kuch-quvvat berib, sog' bersin, sog' salomat uyiga kelib olsin. Topganlariga baraka bersin hammasini. Mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat bo'lsin, salomlar bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salomlar bo'lsin, salomlar bo'lsin. Alloh. Rahmat. Rasul aka, ishingizga omad, kasb-koringizga baraka bersin. Savdoni qiling, kutib qoldi. Charchamang aka, yaxshini ko'rishamiz. Charchamaylar, kelib qolinglar, olib qolinglar.